Salom do'stlar, sizlar bilan Shahriddin. Biz bugun Minecraftda 500 ta non yasashga harakat qilamiz. 500 ta desanglar, men chunki Minecraftda yangiman, endi o'ynashni boshlaganman. Iltimos obuna va like bosib qo'yinglar. Birinchi daraxt chopishdan boshlaymiz. Albatta, keyin esa qishloq qidirishga tushib ketamiz. Bu yerdan verstak kerak, yog'och verstakdan yashaymiz. Tashani olamiz. Bo'ldi. Endi qishloq topishga kirishib ketish kerak. Piramida bor ekan. Qishloq ham bo'lsa kerak. Orqasida qishloq ham bor ekan. Birinchi marta bunaqa bo'lishi. Sizlarda ham bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozib ketinglar. Birinchi piramidaga kiramiz, keyin qishloqni tekshiramiz. Ketdik unda. Mana bu yerdan boshlasam, chiqishim ham tushishim ham osonroq bo'ladi. Men Minecraftda yangiman. Yangi account ham ochganman, kerak emas. Hozir aytganimdek, men Minecraftda yangiman. Yangi YouTube kanal ochganman. Obuna bo'lib qo'yishinglar zo'r bo'lar edi. Chunki menga obuna va like juda zarur. Biz 100 ta bo'lishimiz kerak. Men yangi ochgan bo'lsam ham bu yerda kerakli narsa yo'q ekan. 6 olma bor ekan. Bo'ldi. Tashib ketdim. Endi chiqamiz bu yerdan. Qishloqqa borishimiz kerak. Ketdik, qishloqqa borishimiz kerak. Qishloqqa deydi. Mana qishloq. Qishloqda somon bor ekan. Bu bizga ayni kerakli. Non yasash uchun. Nimagadir somon ko'pga o'xshayapti. Menga qumli qishloq yoqmasida, endi yoqib boryapti menimcha. Golem ham bor ekan, qishloqni o'tmaslik kerak demak. Mana yerda yana bor ekan somon. Juda ko'p somon olamiz shekilli. Bu nima? Nima qo'shilmagan? Juda ko'p somon nima geldi qishloqda. Obuna va like bosish esingizdan chiqmasin do'stlar. Bu bizga juda ham kerak. Bunaqa like bosmasdan, obuna bosmasdan ko'raman deganlarga iltimos bosib qo'yinglar. Men buni kompyuterda o'ynamayapman, telefonda o'ynayapman chunki yana bir gap, 500 ta nonni 15 minut ichida tayyorlashimiz kerak. Tayyorlay olmasak, ikkinchi qismi chiqadi do'stlar. Biz uxlab olishimiz kerak. Unda to'shak ham yo'q, qishloqni turishga. Biz uxlaymiz. Bitta endi yana somon bormi bu yerda? Qishloqlarda boshqa yo'q bo'lsa kerak menimcha. Sandiq topishimiz kerak biza. Agar yo'q bo'lsa. Xo'sh. Netdan olib somon bor ekan yana.
Zombi güçlü bir şey gerek emas. Tamam. Yürüyem zaman ko'p. Nega buncha ko'p? Mana bizni boltamiz ham sinib qoldi. Tosh bolta kerak. Bizga resurslar kerak emas bu o'yinda. Bizga faqat somon kerak. Somon. Resurslar boshqa kerak. Bu nima? Voy, Enderman. Endi bize yana somon yo'qmi tekshirishimiz kerak. Sandiq topishimiz kerak. Sandiq mana katta minorada bo'ladi. O, bu yerda ham juda ko'p somon bor ekan. Somonlar qishlog'imi deyman, no ham bor ekan. Qolgani bizga kerak emas. Qo'yib tushamiz. Endi esa o'zimiz yana qishloq va o'zimizga baza qurishimiz kerak. Va bu ham kerak bizga. Ketdi endi boshqa qishloqlarga ham borib ko'ramiz. Boshqa yo'q bo'lsa kerak menimcha. Bor bo'lganda hayron qolardim. Ha, yo'q ekan. Shekilli. Ketdi endi boshqa qishloq topishga harakat qilamiz. Cho'lda qishloqlar ko'p bo'ladi, ya'ni tekislik cho'l, shuning uchun topish osonroq bo'ladi. Keyin birinchi non amal somon yig'diraylik, baza qurgandan keyin non yasaymiz. Ketdik do'stlar. Xatolarim bo'lsa izohlarda yozib qo'yinglar. Agar 15 minutda ulgurmasak biz ikkinchi qismini chiqaramiz. Ikkinchi qismini ham ko'rib qo'yinglar agar ulgura olmasak. Bizga ovqat ham kerak ekan, ovqatimiz juda kam qoldi. Mana yerda qishloq bo'lsa kerak menimcha. O, yana qishloq menimcha. Qishloq yo'q, boyagimi? Qaysi qishloq? Ha, boyagi qishloq bo'lsa kerak menimcha. Ha, boyagi qishloq ekan. Nima baliqlar chiqib qo'ygan? Ha, toshbaqa ekan. Baliqni o'ylabman. Voy. Ovqat juda zarur. Nimalarimiz bor ekan? Bizda non, oltin olma bor ekan. Oltin olmani yeyishga majburmiz. Endi keyinroq olib qo'yaman degandim. Mayli, bittasi yetib qoladi. Ketdi endi. Boshqa qishloq nimagadir chiqmayapti. 15 minutda ulgura olmaymiz menimcha. Yo'q, akammi? Voy. Qishloq yo'q ekani. Qishloq topishimiz kerak biza do'stlar 15 minut ichida. O'sha 10 minut bo'ldi.
yana 5 minutda biz 500 dollar yashashimiz kerak. İkinci qismi esa 10 minut yo undan ko'p yo kam bo'lishi ham mumkin. Chunki biz anchagina somon to'plab oldik. Shularni qilsak yaqinlashib qoladi menimcha 500 taga. Bir qilib ko'ramiz. Qancha bo'lar ekan. Bizda joy to'lib qolmasa bo'ldi. Ham olamiz va to'lmadi hali. Endi esa bizda 500 tadan chiqmaydi deb o'ylayman men. Chunki juda kam menimcha. İkinci qismini chiqarishga majburmiz menimcha. Nimaga aynan 15 minutda deyishaylar? Agar bu mani telefonim faqat 15 minut video olishga majbur. Majbur emas, o'zim mana shunaqa qilib qo'yganman-da. Endi bizda 500 tane yo'q. 12 minut bo'ldi o'zi. Do'stlar. Xo'sh, biz endi buni 64 men hozir hisoblab ko'rdim. Biz 252 ta non yasabmiz. Yana ko'proq non yasagan bo'lardik agar quyonlar bor ekan. Tez bo'ladi. Menga bittasi yetib bo'ladi bizga. Yo'q, adashman. Xo'sh, ana qishloqni tekshiramiz endi. Balki boyagi qishloqdir, balki yangidir. Shuni ko'ramiz. Menimcha boyagi qishloqqa o'xshaydi. Boyagi qishloqga bitta piramida bor ekan, chunki piramidali qishloq edi. Qishloq topish boshqa paytlarda oson bo'lgan edi menga. Negadir qiyin bo'lyapti. Obuna va like bosish esingizdan chiqmasin. Do'stlar, qishloq topolmaymiz menimcha. 1 minut vaqtimiz qoldi. İkinci qismini chiqarishga majburmiz. Xo'sh. Biza ba'zan istamash yerda qursak bo'ladimi yo'qmi? Jetun ham tushadi. Bizga kerak. Bermadimi? Mayli, qishloq topish kerak. Yerga chiqaylikchi. Agar qishloq bo'lmasa men tugatishga majbur bo'laman. İkinci qismini chiqaramiz albatta. Hozir yoki ertaga farqi yo'q. Va do'stlar, qishloq yo'q. Men to'xtatishga majburman. Obuna va like esingizdan chiqmasin.